Siz o'zingizning qobiliyatingizga qanday baho berishingizga qarab, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Bu Carol Dweck'ning Mindset, ya'ni dunyoqarash kitobining asosiy g'oyalaridan biri. Bugun sizga ushbu kitobning birinchi bobidagi eng muhim fikrlarni qisqacha yetkazib beraman. Dunyoqarash nima? Har bir inson hayotga, o'z qobiliyatlariga va muvaffaqiyatga qanday qarashga ega ekanligiga qarab, dunyoqarashlar asosiy ikki turga ajratildi. Ular qat'iy o'rnatilgan dunyoqarash va o'suvchi dunyoqarash. Qat'iy o'rnatilgan dunyoqarash. Bu dunyoqarashga ega bo'lgan odamlar qanday fikrlashadi? Men aqlliman yoki yo'q? Men tug'ma iqtidor bilan tug'ilganman, uni o'zgartira olmayman. Agar xatoga yo'l qo'ysam, bu mening qobiliyatsizligimning belgisidir. Natijada ular hamma yangi narsalardan qo'rqadi, hatto qochadi va rivojlanmaydi. O'suvchi dunyoqarash. Bu dunyoqarashga ega odamlar boshqacha o'ylaydi. Qobiliyatlarimni mehnat va o'rganish orqali rivojlantira olaman. Xatolar bu o'sish uchun imkoniyat. Harakat va sabr bilan o'z mahoratimni oshiraman. Natijada ular doim yangi narsalarni o'rganadi, muvaffaqiyatsizlikdan cho'chimaydi va o'sib boradi. Ikki talaba bir xil testda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Biri "Men buni qila olmayman" dedi va taslim bo'ldi. Ikkinchisi esa "Bu menda hozircha o'xshamayapti. Yana mashq qilaman" dedi va rivojlandi. Bu oddiy misol dunyoqarash hayotimizga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Qat'iy o'rnatilgan dunyoqarashga ega insonlar uchun qobiliyat bu tug'ma bo'ladi va uni hayot davomida rivojlantirib bo'lmaydi deb hisoblashadi. Ular to'siqlardan qo'rqishadi, chunki ular muvaffaqiyatsizlikka uchraganda odamlar ularni tan olmasliklaridan va muvaffaqiyatsizliklarining ustidan kulishlaridan qo'rqishadi. Ammo rivojlanuvchi dunyoqarashga ega insonlar quyidagicha qarashga ega. Insonning sifatlari bu shunchaki unga berilgan cheklangan imkoniyat emas, balki yanada rivojlanib, doimiy mukammallik sari intilgan ochiq imkoniyatlar olamidir. Bu o'sish dunyoqarashda shaxsning har qanday fazilati, aqli, fe'l-atvori va qobiliyatlari, uning sa'y-harakatlarida topilgan strategiyalari va boshqalarning ko'maklari orqali shakllanib boradi. Odamlar haqiqatan turli darajadagi boshlang'ich qobiliyatlar, temperament yoki qiziqishlarga ega bo'lishi mumkin, lekin har kim harakat va tajriba orqali o'z qirralarini o'stirishi mumkin. Endi bu haqda mantiqan o'ylab ko'rish uchun bir necha usulni o'rgataman. O'zingiz biladigan o'zgarmas mantiqqa to'la yo'lgan insonni tasavvur qiling. Ularning doim o'zlarini isbotlashga harakat qilayotgani va xato qilishdan qanchalik qo'rqishayotganini o'ylab ko'ring. Nima uchun shunday? Siz ham ularning o'rnida bo'lishingiz mumkinmi? Siz mazkur masala ustida mulohaza yuritayotganingizda ularning xatti-harakatlarini tushuna boshlaysiz. Endi esa rivojlanuvchi tafakkurga ega bo'lgan insonni tasavvur qiling. U muhim sifatlarni rivojlantirishga qodir bo'lgan shaxs. Ularning to'siqlar bilan kurashish usullarini ko'ring va o'zingizni qanday qilib rivojlantirishingiz va o'zgartirishingiz mumkinligi haqida o'ylang. Bular albatta motivatsiya va o'sishning kalitidir.